Assalomu alaykum, lazerchilik ukalar. Charchamayapsizlarmi ishlar bilan? Xo'p, lazer ishlatayotgan akalar yokida operator bo'lib ishlayotgan akalar, sizlardan iltimos e'tibor berib ishlashingizni iltimos qilardim. Oddiy birgina xato qimmat xarajatlarga olib keladi. Fokusga qaramagan, umuman dog' tushgan, tekshirmagan, kesib ketavergan, ayniqsa mana tepadagi zashniy lenzani ko'rishinglar mumkin. Juda ham ayanchli holatga kelgan. Bu o'zi pastdan boshlaydi. Pastdan o'tib himoya oynalaridan o'tib oxiri kubeychga yetib keladi. Kubeych o'zini almashtirish $1000 dan $1,500 shunaqangi katta xarajatlarga olib kelmaslik uchun iloji boricha tez himoya oynalariga qarab, tozalab ishlatishni tavsiya qilib qolamiz.